Gareth Bale deganda juda ko'pchilik Real Madriddagi yorqin o'yinlarini Realdagi men qarashlarimga tayangan holda biroz boshqacharoq fikrdaman. Ya'ni Gareth Balening haqiqiy prime davrlari Tottenhamda bo'lgan. Ha, aynan egnimda ko'rib turganingiz Tottenham safida. Va hozir sizlar bilan Gareth Bale'ni Tottenhamdagi eng yorqin o'yinini yodga olamiz. Kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Shu kabi futbolga oid ajoyib videolar va yangiliklar faqat menda va boshladik do'stlar. 2010-2011 yil Chempionlar Ligasi guruh bosqichi balki Gareth Bale degan futbolchini Yevropa sahnasiga baland ovozda kirib kelish hikoyasi edi. Demak, birinchi uchrashuv Milandagi San Siro stadionida bo'lib o'tdi. O'yin boshidayoq londonliklar uchun hammasi teskarisiga keta boshladi. Tezkor qizil kartochka, bosim, ketma-ket gollar va hisob birinchi bo'limning o'zida 4-0. Ammo aynan o'sha paytda Gareth Bale katta sahnaga chiqdi. U chap qanotda to'pni olishi bilan o'yin sur'atini o'zgartirardi. Uning qarshisida esa o'sha paytda o'sha davrning eng kuchli qanot himoyachilari biri Maykon turardi. Qog'ozda bu duelda Maykon ustun ko'rinardi, ammo maydonda butunlay boshqacha manzara yuzaga keldi. 3-gol esa hat-trick bo'lib San Sironi sukutga cho'mdirdi. Tottenham mag'lub bo'ldi, lekin o'sha kecha mag'lub jamoada yagona g'olib futbolchi bor edi. U Gareth Bale. Londondagi javob o'yini esa mutlaqo boshqa ruhda boshlandi. Bu safar Inter Bale'ni juda yaxshi bilgan holda maydonga tushardi. Unga qarshi ikki futbolchi bilan yopishish, himoyani chuqurroq ushlab turish rejalari bor edi. Ammo baribir Bale Tottenhamning asosiy qiroliga aylandi qoldi. Hujumlarni boshladi va bosimni uzluksiz saqlab turdi. Garchi bu o'yinda hat-trick qilmagan bo'lsa-da, uning faolligi ochgan bu